Şamdiki şi. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Şi. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Şi'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol: Şaptul. Şi'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: İshton. Şi'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: Çiş. Şi'ning ayrim shakli. Misol: Taş. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Şaptul şi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. İshton şi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Çiş şi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Taş şi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Aş, taş, eş, teş, şar, şo, ra, şora, şo, ta, şota,